Hantavirus ikkinchi Covidmi? Joriy yilning may oyi boshlarida Argentinadan Cabo Verde tomon yo'l olgan kruiz layneri bortida hantavirus epidemiyasi boshlangani ma'lum qilingan edi. Kruiz layneri bortidagi ushbu virus natijasida Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 147 nafar yo'lovchidan 3 kishi vafot etganini, 69 yoshli gollandiyalik erkak va uning 70 yoshli rafiqasi hamda 69 yoshli britaniyalik, ya'ni umumiy 8 kishi kasallikka chalingani hamda kema yo'lovchilari va ekipaji karantinga joylashtirilganini ma'lum qilgan. Hantavirus epidemiyasi borasida xabarlar tarqalishidan oldinroq 40 ga yaqin yo'lovchi kemani tark etgan edi. Kamida 10 ta mamlakatning sog'liqni saqlash idoralari shu odamlarning salomatligini kuzatmoqda. 8-may kuni Isroilda ham hantavirus bilan kasallanishning ilk holati aniqlangan. 9-may kuni esa yana bir kruiz kemasida virus tarqalib, 110 dan ortiq kishi kasallangan. Hozirda ushbu virus bo'yicha 3 kishi vafot etgani ma'lum qilingan. Shuningdek, AQShda ham hantavirus aniqlandi. Kruiz kemasidan vataniga qaytgan amerikalik yo'lovchida Andes virusi hantavirusning kam uchraydigan turi aniqlangan. Yana bir yo'lovchida esa kasallikning yengil alomatlari kuzatilmoqda. Kemada jami 18 nafar AQSh fuqarosi bo'lgandi. Ular hozirda karantinga olingan. Xo'sh, hantavirus o'zi nima? Qayerdan kelib chiqdi? Hozir ushbu savollarga aniqlik kiritamiz. Ma'lum qilinishicha, hantaviruslarning 20 dan ortiq turi mavjud. Virusni tashuvchilar asosan kemiruvchilardir. Ko'plab kasalliklar odamga faqat hayvonlar orqali yuqishi mumkin. Hantavirus odamga kemiruvchilarning viruslangan ajralmalar orqali yuqadigan viruslar guruhiga kiradi. Ular o'pka yoki buyrak shikastlanishi kabi og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Kasallikning ilk alomatlari esa isitma, bosh va mushak og'riqlari, ko'ngil aynishi hamda charchoq kabi belgilar orqali namoyon bo'ladi. Agarda hantavirus yuqqaniga shubha tug'ilsa, simptomlardan 72 soat o'tgach takroriy tahlil topshirish tavsiya etiladi. Hozirda virusga qarshi maxsus davo yo'q. Shu boisdan bemorlarga qo'llab-quvvatlovchi terapiya qo'llanadi. Xuddi shunday yo'l bilan motorli kruiz kemasi laynerida vafot etgan birinchi yo'lovchi kasallikni yuqtirgan. Erkak Janubiy Amerika bo'ylab hantavirus tashuvchi kemiruvchilar yashaydigan joylarda sayohat qilgan. Lotin Amerikasining ayrim qismlarida Andes shtammi uchraydi. Bu odamdan odamga yuqishi mumkin bo'lgan yagona ma'lum hantavirus turidir. Biroq bunday yuqish ehtimoli juda kam va uzoq muddatli aloqani talab qiladi, deb ta'kidlaydi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti kruiz layneridagi hantavirus avj olishi ikkinchi Covid emasligini ta'kidlamoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining epidemiyalar va pandemiyalarning oldini olish masalalari bo'yicha direktor vazifasini bajaruvchi Maria van Kerkhove hantaviruslar bizga anchadan buyon ma'lum. U koronaviruslar kabi tarqalmaydi. Kasallik belgilari virus yuqqanidan 2-4 hafta o'tib namoyon bo'la boshlaydi. Ularga bosh og'rig'i, bosh aylanishi, isitma, mushak og'rig'i, ko'ngil aynishi, qusish, diareya va et uyushishi kiradi. Shunday ekan, o'zingiz va atrofdagilar sog'lig'iga befarq bo'lmasdan hayvonlarni maxsus ko'riklardan o'tkazib turishingizni tavsiya qilamiz.